Assalomu alaykum, Hamkor Plus loyihamizning aziz hamkorlari. Mana bugun biz chaqqon qizimiz ikkinchi bosqichni daromadini mana olib, plastikidan yechdik. Hammaga ko'rgazma bo'lsin deb ko'rsatamiz deb plastiklardan yechdik. Mana birinchi daromadlari bilan tabriklaymiz. Hamda hamkor bo'lgandagi bizni beradigan mana shu kumush komplektimiz yetib keldi. Mana shu komplekt bilan bu qizimizni chiroyli qo'llariga taqib qo'yamiz. Yaxshi kunlaringizga nasib qilsin, tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Daromadlaringiz o'zingizga buyursin, yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan hurmatli kuzatuvchilarimiz, Hamkor Plusga gap yo'q. O'zbekistonga bitta desam ham bo'ladi bu loyihani. Shu yerda men taklif qilgan Dilarom Yo'ldosheva ustozimdan cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Shu loyihani yaratgan Dilarom ustozimiz, Madrahimova ustozimizga ham rahmat aytaman. Bizni aholini kambag'allikdan qisqartirishni juda zo'r rejasini o'ylab topibdilar. Bundan biz mamnunmiz. Bizni kuzatib turgan hamkorlarimiz bizni safimizga qo'shiling. Bundan-da katta daromadlar olishga biz haqlimiz, loyiqmiz. Ilohim. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Xudo 3-bosqichni tilla o'zligini olganimda ham shunaqa videorolik qilib har bitta daromadlarimizni tashlab borishga imkon qadar harakat qilamiz. Ilohim, tilla o'ziga nasib qilsin. Rahmat. Ilohim.